Assalomu alaykum yoshlar seri kanalida 7-qadam loyihasining navbatdagi soni va bugun bizning mehmonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, shovvoz xonanda Yulduzxon Turdiyeva. Uzoq kutdik va nihoyat keldingiz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Taklif uchun katta rahmat. 7-qadam ko'rsatuvini albatta kuzatib boraman har bir sonini. Juda ham yaxshi loyiha. Juda ham xursand bo'ldim. Ming bor uzr, vaqtida kela olmadik. Yulduzxon jiddiy xizmat safarlarida edilar, shuning uchun baribir niyat xolis ekan. Baribir mana bugunga ekan nasiba. Sizga tashrif uchun rahmat. Dasturimizni ko'rgansiz, baribir endi birinchi marta ko'rayotgan tomoshabinlarimiz uchun ta'kidlab o'tishni xohlayman. Bizning loyihamiz 2 qismdan iborat. Birinchi qismida 6 ta savol beraman sizga, test savollari. Har bir savolga to'g'ri javob berganingizda 500 ming so'mni qo'lga kiritasiz, yutuq. Va 6 ta savolga jami 3 million so'm yutish imkoniyatiga egamiz. Ikkinchi qismda esa 7-qadam o'sha ikkinchi qismda qo'yiladi. Birgalikda qo'yamiz u qadamni. Mana shu yerda yig'ilgan mablag'ni olib borib, bemor bolalarni davolanishi uchun xayriya qilamiz. Mana shu xayriya ishida bizga sherik bo'lganingiz uchun Juda ham xursandman. Biz ham minnatdormiz. Sizga kuch-quvvat tilayman. Xo'p. O'tkir zehn tilayman. Agar tayyor bo'lsangiz, birinchi savolni o'qiyman. Savollar siz oldingizda bor. O'qiganimdan so'ng siz ularni olib ko'rib tahlil qilishingiz mumkin. Xo'p. Agar tayyor bo'lsangiz, demak, birinchi savol, diqqat qilasiz. Farqli so'zni
So'zlashuvda bu gaplar o'sha ha, ishlatilmaydi. ishlatilmaydi. Jim turinglar, iltimos baqirmanglar. Shu Masalan, ba'zi bir insonlarning xatti-harakatlarida o'sha haddidan oshish kuzatiladi-da. ha. Halqa har xil ma'nosi bor. Halqa baribir endi oxir-oqibat dumaloq. Kichik halqa yo'li bor masalan Toshkent aylana harakatlanadigan narsa, hammasi aylana shaklidagi narsa, buyum hammasi halqa. egar qayish. Aha. Halqa nima ham bor-ku? Halqalar bor-ku. Masalan, belga aylantiradigan halqa bor, obruch. Darvoza halqasi bor. Darvozaniki, bunisi halqa. Buncha tez o'zgartirasiz deb o'ylamadim fikringizni. Halqa. Halqa. Halqadan chiqdi bo'ladimi unda, quyushqondan chiqdi. Egar qayishidan ham chiqdi deb bo'lmaydi. Quyushqon. Buyum bu shu ikkalasi ham buyum bu yerda hozir. Egar qayishi. Egar qayishimi? Egar qayishda to'xtayapsizmi? O'zi tasavvur qilyapsizmi egar qayishi nimaligini? Nimaligini bilmadim. Lekin halqani tasavvur qildim. Egar qayishi. Qo'lingizdagi nima ham halqa taqinchoq, mana shu halqa shaklidagi. Egar qayishi. Bir ko'rganda buyumga xayolimdan o'tdi, lekin nimaligini Bilmadim. Egar qayishi quyushqon, uni hamma ham bilavermaydi, to'g'ri. Ma'lum o'sha toifadagi odamlar ishlatadi dedim boya bu buyumni. Quyushqondan chiqding deganda, aslida bu quyushqondan chiqdi deb otga aytilgan. egari bor-ku otni. Ha, otni egari bor. Egarni nima ushlab turadi? Qayish. Mana shu quyushqon ushlab turadi. Quyushqon. Egarni yonidan chiqib, otni orqa tomonidan bundoq aylantirib bog'lanadigan, mahkamlanadigan narsa quyushqon. Siz to'g'ri topdingiz. To'g'ri topdingiz. 1,5 million so'm. O'sha agar chiqib ketsa, quyushqondan chiqdi. Quyushqondan chiqishni nimasi yomonligi, o'sha oqibati yomonligi. Deganingizda o'zi egar qayishi shu gavdalandi, ot shu narsalar xayolimdan o'tdi. Endi juda ham kam bu so'zlar ishlatiladi.
bilan hazillashadi. Qiladi. Hattoki inson bilan ham hazillashadi maymunlar. O'sha Malayziya, Indoneziya davlatlariga borganimda buni ko'p maymunlar ko'p bu yerda. Hattoki bizda shu yelkamizga shu rasm payti bo'lganda kelib o'ynab shunaqa holatlarni sezganman. İnson bilan hazillashdimi, o'zaro albatta hazillashadi. To'tiqushlar. Yo'q, delfinlar ham o'ynaydi endi insonlar bilan o'rgatilganlari. To'tiqushni yo'q, ko'rmaganman lekin. Endi maymunlarda ko'proq. İnsonlarga xos o'zini qanaqadir hazillanaqalarni ko'rganman, guvoh bo'lganman. Delfinlar yordam berish bir-biriga xususiyatiga ega, kulish xususiyatiga ega. Ularkan delfinlar. Lekin ular hazil qilish xususiyatiga ega emas. Endi tuyaga uyat bo'lar, endi bir-bilan katta narsa hayotlashib yursa. Nimadir qilib, endi uni hazilni ko'tarish ham qiyin-da, tuyani masalan, hazillashib masalan to'tib qo'ysa yiqilib ketadi odam. To'tiqush hazil qilish xususiyatiga ega bo'lgan taqdirda ham u hayvon emas, parranda. Qush u. Maymunlar. Nima ham derdik? 2,5 million. Ko'pchilik biladi endi maymunlar haqiqatan. Yo'q, bu fakt, bu tasdiqlangan fakt ham ekan o'zi. Taxminan hamma biladi, maymunlar o'zaro hazillashishi mumkinligini, lekin bu olimlar tomonidan tasdiqlangan ekan. Haqiqatan ham maymunlar o'zaro hazillashadi. Gulsanamxonni chiqqan ko'rsatuvlarida Buxoriy haqidagi savolga qiynalganlarini aytdingiz boya. Ko'rgandim. Siz ham bunaqa nimadan soqitmassiz, bunaqa savoldan, shunga o'xshagan savoldan. 6-savolimiz aynan bizni yurtimizning viloyatlari bilan bog'liq. O'zbekistondagi eng keksa viloyat qaysi? A. Farg'ona, B. Buxoro, C. Xorazm, D. Barcha javoblar to'g'ri. Barcha javoblar to'g'ri. Nimaga? O'ylab ham ko'rmaysizmi qolgan? Endi Buxoro amirligi, Xorazm xonligi, Farg'ona Qo'qon xonligi bo'lgan. Endi o'sha asarlarda ham, umuman o'rganib chiqqanimizda ham qadimiy asarlar Farg'ona Qo'qon xonligi bo'lgan. U yerda ham menimcha keksa necha yillik Savolga qarang, lekin yaxshilab har bitta so'zga e'tibor bering. Keksa viloyat menimcha Buxoro. Qadimiy shahar deyiladi, masalan, tilga olinadi. Eng qadimiy shahar deyilmayapti-da savolda. Keksa. Eng yoshi katta viloyat. Bu nima degani? Katta birinchi bo'lib tashkil qilingan viloyat. Buxoro amirligi to'g'ri, o'z vaqtida Buxoro amirligi bo'lgan. Tashkil qilingan. Bo'lgan. Viloyat sifatida tashkil qilingan vaqti. Viloyat sifatida. Farg'ona. Viloyat sifatida tashkil qilingan vaqti qaysi biriniki birinchi? Menimcha Farg'ona bo'lsa kerak, chunki biz tadbirlar bilan o'sha so'q nimalarda bo'lganmiz, shu Farg'onani. Menimcha Farg'ona bo'lishi mumkin, chunki bo'lishi mumkin deyapsiz-da. Aniq javob. Farg'ona. Aniq javob. Farg'ona. Qolgan javoblarni ham o'ylab ko'rsangiz bo'lardi. Endi men haqiqatan endi Buxoro, Xorazm o'qilganda qadimiyligi shu mana shu fikrlashingiz to'g'ri aslida. Mana shu fikrlashingiz to'g'ri. Mana qarang. Shunga yordam bering endi. Mana shu fikrlash to'g'ri deyapman. Faqat mana shu viloyat tuzilishida mana shu joylarning qaysi biri birinchi bo'lib tuzilishi mumkin? Endi hammasi birga bo'lishi ham mumkin-ku. Viloyatlar. Bo'lishi mumkin. Barcha. Shunaqa imkoniyatlar bor javoblar. Barcha javoblar. Sizda. Barcha javoblar. Endi O'zbekiston xarita tuzilganda hamma viloyatlar bir-biriga ajralib anaqa bo'lganda hammasiga endi bir kun bu Buxoro, bir kun bu bo'lmagandir menimcha. Bunaqasi ham bo'lgan boshqa viloyatlar bilan. Barcha. Lekin bitta o'sha bir paytda tuzilgan viloyatlar ham bo'lgan bir paytda. Masalan, Sirdaryo viloyati 1982-yilda tuzilgan, eng yosh. Eng yosh emas, undan keyin Navoiy viloyati yosh-ku. Navoiy viloyati 82-yilda masalan tashkil topgan. Barcha javoblar to'g'ri. Barcha javoblar to'g'ri. Endi asoslang. Boya aytib o'tganimdek, shu hamma viloyatlar
birga tashkil qilingan. Masalan, yo'q, birga tashkil qilinmagan ekan, chunki eng yosh Sirdaryo deyapsiz. Hamma viloyat emasda bu. Balkim bir kunda o'sha 4 viloyat bir kunda tashkil qilingan bo'lishi mumkin-da. Sirdaryo viloyati, Xorazm, Farg'ona, Buxoro viloyatlari tashkil qilingan payt bo'lmagan. Cho'l hududi bo'lgan u. Keyinchalik o'zlashtirilgandan so'ng alohida viloyatga ma'muriy hudud sifatida e'lon qilingan. Barcha javoblar to'g'ri. Nima ham derdik? O'zbekistondagi eng keksa viloyat qaysi degan savolimizga bu yerda birinchi tashkil qilingan viloyat sifatida birinchi tashkil qilingan hudud nazarda tutilyapti degan savolimizga Yulduzxon Farg'onani ham, Buxoroni ham, Xorazmni ham bir paytda tashkil qilingan degan javobni beryaptilar. Adashdimmikin? 4D javobda variantda barcha javoblar to'g'ri degan variant bor. Va bu variant bekorga qo'yilmagan. Tabriklayman sizni, tabriklayman. Qo'yib. 6-savolga ham to'g'ri javob berdingiz. 1918-yil 15-yanvarda mana shu har uchala birdaniga tashkil topgan viloyatlar, uchalasi ham o'sha paytda tashkil topgan birdaniga. Bularning orasida Samarqand ham bor. Samarqand ham o'sha kun tashkil topgan. Faqat bizda 4 ta variant bo'lgani uchun Samarqandga javob qolmadi. Barcha javoblar to'g'ri. Ana endi 6 ta qadamni birgalikda qo'ydik, 3 million so'mni yutdik, 3 million so'mni mana yaxshi niyatda endi ehson qilamiz. Sizni charchatib qo'ymadimmi? Yo'q. Taassurotlar qanaqa? Judayam ham ilm, shun kerak ekan. Chiqarib kerak. Rahmat. Biz hozir o'zbek tilida Steve Jobs deb nomlangan asar, Isaacsonning asari. Bu juda bestseller asar, dunyoning juda ko'p davlatlarida juda yaxshi o'qilib, sevib o'qiladigan asarlardan biri. Bu o'zbek tiliga tarjima qilindi yaqinda bizning o'sha tadbirkor do'stlarimiz tomonidan va taqdim etilyapti xalqimizga. Rahmat. Bugungi kunning aynan lider bo'laman, hayotda nimagadir erishaman deb niyat qilgan odamga juda ham motivatsion asar hisoblanadi, kitob hisoblanadi. Har qanaqa sohada bo'lishidan qat'iy nazar, buni o'sha yerda iroda, kuchli iroda haqida qiyinchiliklardan faqat o'tilsagina yengillashishlar, qulayliklar bo'lishi, baxt kelishi mana shu yerda hayotiy misollar bilan ochib berilgan. Yoqimli mutolaa tilayman sizga va bizni hozir mana shu yerda yiqqan mablag'imizni bizni tomoshabinlarimiz, sizning muxlislaringiz, 7-qadam loyihasining muxlislari shu ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali shu ehsonlarni yuborishgan. Mana shu pullar hisobidan biz bilan siz hozir borib bir bemorning sog'ayishiga o'z hissamizni qo'shamiz. Bundan albatta biz juda ham baxtiyormiz. Vositachi bo'layotganimizdan bundan juda ham xursandmiz va o'z navbatda bu ishga hissa qo'shayotgan barcha saxovatpesha insonlar, tomoshabinlarimiz, muxlislarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ana endi ketdik.
Oilaviy dam olishlar qanday bo'ldi yaqinda borib Yaxshi oilaviy dam oldik. Endi bolalarimizga va'da berib qo'ygan joyimiz bor edi. Yaxshi borib keldik. Farzandlarimiz shu xursand bo'lsin deymizda, ota-ona. Shunaqa. Ijodkor odam baribir xalqnikida. Bu oilasiniki juda kamdan kam oilasiga tegishli bo'ladi. To'g'ri. Shuning uchun farzandlaringizga vaqt ajratganingiz yaxshi. Ba'zan vaqtim bo'lmay shu pishiriqlarni ham hech narsaga katta o'g'lim hamma narsani tushunadi, 11 yosh Mehrosh. O'zingiz pishirib bersangiz nima bo'ladi? Tanbeh beradi. Qanaqa yangi qo'shiq? Hozir bu yo'ldan so'ng bormoqchi ekansiz-ku? Yangi qo'shig'imiz shu yaqinda ozgina estrada janriga ham qo'l uryapmiz. Endi yaxshi bo'lyapti. Yoshlar shunday qo'shiqlarni ko'proq eshitgani sababmi? Ta'sir bo'ldi bizga ham. Ko'pchilik endi maqom aytmaysizmi? Nega? Maqom bu o'zimizning milliy asarlar. Shu bilan tug'ildik endi. Shu Meni unut nomli taronamizga video klip olgandik, keyin shu oxirida birinchi qism tugadi degan yozuv qoldirganmiz. Endi shuni ikkinchisini ko'pchilik mavzu ochiq qolgan. Ochiq qolgan. Shuni endi shu Hamdam Sobirov hozirgi kunda yaxshi bastakorlarimizdan. Yaxshi ijod qilyapti. Juda ham yaxshi ijod qilyapti. Qo'shiqlari xalqqa manzur bo'lyapti. O'zi ham yaxshi kuylaydi Hamdam. Shu ikkinchisini tayyor bo'ldi. Shuni bugun ovoz yozamiz, Xudo xohlasa. Ijtimoiy tarmoqlarda nisbatan faolsiz, boshqalarga nisbatan. Qachon qarasam onlayn, qachon qarasam to'g'ridan-to'g'ri efir. Endi to'g'risini aytsam, bunaqa televideniyalarda kamroq reklamalarim bo'lgani uchun hozirgi kunda shu reklama aynan ijodiy o'sha namunalarimizni ko'proq qo'yib boraman, ko'rsangiz. Jonli qo'shiqlar. Inson o'rganib qolar ekan, bir kasallik bo'ladi-ku. Yo, buni ta'siri, nimasi ham yaxshi. Natijasi yaxshi. Qaysi tomonda? Shu ijodimga ko'proq qiziqqani uchun, albatta ko'proq so'ralgani uchun. Mana direktga ko'proq savollar keladi. Endi hammani ham savoliga javob qaytarishdan ko'ra, umumiy bitta shu qo'shiq qilibmi, nimadir suhbatda aytib o'tiladi. Ijtimoiy tarmoqlarning nihoyatda ta'siri kuchli hozir masalan. Mana shu bizning loyihamiz ham hattoki televideniya loyiha bo'lgani bilan tashqi ishlarimizni hammasi ijtimoiy tarmoqlar. Targ'ibotimiz ijtimoiy tarmoqlar. To'g'ri. Odamlarning xayriya ehsoni ham ijtimoiy tarmoqlar bo'lyapti-da. Masalan, qayergadir konsertga televideniyaga borib reklama qila olmaysiz-ku, biron ijodingizni yoki shu ijtimoiy tarmoqlar orqali hozirgi kunda reklama qilasiz, o'sha orqali eshitib, tinglab, YouTube kanallaringizni umuman. Endi bitta mana bunaqa mehr haqida ham bitta yozish kerak qo'shiq. Mehr. Mana shu ko'rsatuv loyihamizdan foydalanib mana bu tomoshabinlarimiz oldi. Shunaqa bitta sizdan iltimos qilsak. Bo'ldi. Yaxshi, bo'lmasam birgalikda bir saxovat ko'rsatish, birovning dardiga befarq bo'lmaslik, birovning dardini o'zimning dardidek bilish. Ayniqsa bolalar, yosh kasal bolalarni bolani begonasi bo'lmaydi. Shularga bir mehr ko'rsatishga undaydigan bir qo'shiq qilsak, bo'lmasam birgalashib yaxshi bir she'r g'oya bo'lsin. Yaxshi bastakorlar bor. Bo'ldi. Aynan shu qo'shiq qiladigan. Bo'ldi, kelishdik. Endi kirib chiqamiz kasalxonaga. Yusupova Rizqqol 26 yoshdalar, bemorimiz Andijon viloyatidan keldilar. Diagnozlari o'tkir mielomonoblastikoz og'ir darajada. 2018-yilda bir necha o'nlab kimyoterapiya qildik hamda bemorimiz klinik gematologik remissiya holatiga o'tdilar. Afsuski, may 2019-yildan boshlab bemorimizda xuruj davri, ya'ni qaytalanish davri uchradi. Bu bemorimizga hozir yana kimyoterapiya boshladik. Ahvollari og'ir. Bemorimizga qaytalangandan so'ng ko'plab qon preparatlari, ya'ni eritrotsitar massa, yangi muzlatilgan plazma hamda trombokonsentratlar va kuchli kimyoterapiya davosi shart. Kecha kunduz Xudodan tilayapmiz. Sahat pesho insonlar bor ekan, shukr. Shulardan biri
bizga ham yordam beringlar deb so'radim. Agar imkoniyat darajasida bo'lsa, mana shu bizni qizimizga qo'ldan kelgancha yordamini ayamasin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Terdusturdieva, tanishing. 7-qadam loyihasidan savol-javoblarda 3 million so'mni yutib oldilar. Hamma savollarga javob berdilar. Yo'llarga gaplashib keldik yana. Bizga xudo baraka berib 3 million 850 ming so'm yechib olasiz mana shu kartadan. Rahmat. Endi mana bemorimizning ismi familiyalari, telefon raqamlari bildirib qo'ysangiz chaqirib o'zlariga xursand bo'lardik. Rahmat. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yusuf va Rizqxon onalaringiz? Yusuf va Rizqxon onasimi? Yaxshimisiz, hozir charchamayapsizmi? Rahmat, sog'misizlar? Shular bo'lyaptimi? Rahmat. Kechirasiz, biz sizlar davolanayotgan shifoxona yonidagi dorixonadan bezovta qilyapmiz. Sizni dorixonamizga bir kelib keta olasizmi? Bo'pti, bo'p. Xo'p. Boraman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, xolos? Salomatmisiz? Bormang, qalaysiz? Rahmat. Charchamaysizlarmi? Charchamayapsizmi? Tuzimisiz? Rizqxon qalay? Yaxshi, xudoga shukr, rahmat. Davolanish kurslari yaxshi ketyaptimi hammasi? Xudoga shukr, rahmat. Sog' bo'linglar. Yoshlar telekanali 7-qadam ko'rsatuvi. Bu ko'rsatuvda navbatdagi mehmoni Xushovoz xonanda Yulduz Turdiyeva. Sizlarning hisoblaringizga 3 million 850 ming so'm pul o'tkazishdi. Sizlar bu summaga kerak bo'lgan barcha dori-darmonlarni bemalol olishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'lsin, omadini bersin. Ko'rsatuv ijodkorlariga ham rahmat, sog' bo'lsin. Biz odatda yosh bolalarga xayriya qilardik, shu ularni tuzalishi uchun hisob raqamlariga pul ko'chirardik. Bugun shunaqa bir zarurat tug'ildiki, haqiqatdan ham 24 yoshli ayol, 2 yosh bolasi bor, farzandi bor, yosh juvon mana shu kasallik bilan kurashyapti. Shuning uchun aynan mana shu oilaga, shu ayolga yordam tariqasida qaror qildik. Shu siz sababchi bo'lgan xayriyani berishga qaror qildik. O'sha onaning onasini gaplarini, dilizxorlarini eshitdingiz. Bularga sizning niyatlaringiz qanaqa? Yosh ekan juda ham, farzandlarini boshiga sog' bo'lsin, ota-onasini hamma kasallarimizga Alloh shifo bersin. Ko'rmaganday bo'lib ketsin ilohim. Biza shu faqat yaxshi bo'lsin. Shu kunga qadar 7-qadam loyihasini qo'llab-quvvatlayotgan barchaga mana shu bemorlar nomidan o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Agar siz ham safimizga qo'shilishni niyat qilgan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimizga ulaning va u yerda albatta ushbu loyihada ishtirok etish shartlari bilan tanishishingiz mumkin. Unutmang, birovning g'ami begona bo'lmaydi. Biz shunday xalqmiz. Birovning dardini o'zimiznikidek ko'ramiz. Unga befarq qarab tura olmaymiz. Aynan mana shu loyiha 7-qadam mana shunday insonlar uchun. 7-qadam loyihasi bu sizning loyihangiz. Yulduzxon, sizga tashrif uchun rahmat. Ko'nglimizni ko'tardingiz. Salomat bo'ling.